Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 29-mart. Hop, mana Pink Lady olmasi. Hozir mana endi chiroyli bo'lib gulladi. Deyarli bu olma gullab changlandi ham menimcha. Lekin urug'lanish bosqichida bo'lish kerak. Mana shu olmalarga qarshi juda yaxshi, demak, bir preparatlarni jamlanmasi, kombinatsiyasini aytib o'taman. Agar diqqat bilan eshitib tursangiz, juda yaxshi bo'ladi. Demak, olma uchun hozirgi vaqtda eng muhim agrokimyoviy tadbir. 10 litr idish olamiz. 10 litrli idishga hop 2 gram skor fungitsidi plus kvadris fungitsidi, 2 gram skor plus 6 gram kvadris. Ikkalasini 10 litrli idishga suvga solib, 10 litrli idishga suv quyib aralashtiramiz. Va unga 2,5 gram mosplandisi aralashtiramiz. Va unga 30 gram izobion degan preparatimiz bor. Shuni aralashtiramiz va hammasini chiroyli qilib eritib turib, daraxtga mana shu gulini to'kib bo'lishigayoq sepish kerak. Bu skor bilan kvadris ikkalasi birgalikda kelganda olmalarda eng ko'p uchraydigan qora dog', ya'ni parsha kasalligini, barglari qora dog' bo'lib ketadi va juda kuchayganda barglari to'kilib ketadi. Ayniqsa namgarchilik yuqori bo'lganda, yomg'irlar kuchayganda bu juda kuchayib ketadi, parsha kasalligi. Hatto barglarini butunlay to'kib ham yuborish ehtimolligi bor. Shuni oldini olish uchun eng kuchli, demak, qo'shimcha bu skor preparati bilan kvadris ikkalasini qo'shib ishlatiladi. Ba'zilar aytadi, kvadrisda o'zi ish beradi deydi. Yo'q. Kvadrisda o'zi ish bermaydi. Skorda o'zi kuchli preparat ish beradi deb sotadi. Yo'q, ish bermaydi. Siz kvadris bilan skorni qo'shasiz birgalikda. Unga endi mosplan qo'shasiz. Mosplan bit, kana, tripas, shira bularga qarshi ishlaydi. Keyin bu uchala preparat qo'shib ishlatilganda olmalar biroz stress holatiga tushadi. Mana bu stressdan chiqarish uchun 30 gram izobion preparatidan aralashtirib yuborsangiz, mana shu dorilar, kimyoviy dorilar ta'sirida stressga tushgan olmani stressdan darhol olib chiqib ketadi. Salomat bo'ling.